Daburo Karaban nima sababdan Yer sayyorasiga keldi va u hozirda Jujutsu Kaisen olamidagi eng kuchli ismi? Bugungi videoda Daburoning o'tmishi va qanchalar kuchliligi haqida bilib olasiz. Videoni boshlashimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Biz esa videoni boshlaymiz. Birinchi bo'lib Daburoning o'tmishi haqida gapirib bersam, Daburo Diskunti qabilasida tug'ilgan. U qabila ichidagi eng kuchli jangchi edi, lekin o'z kuchini hech kimga ko'rsatishni yoqtirmasdi. Uning yonida doimo kichik singlisi Spejo yurardi. Spejo Daburoning yagona oila a'zosi. O'sha vaqtda Romel qabilasi hali surgun qilinmagan edi. Eslatib o'tadigan bo'lsam, Daburo yerga Romel qabilasi bilan keladi. Daburo o'sha qabiladan bo'lgan Dora bilan eng yaqin do'st bo'lib qolgan edi. Faqat Doragina Daburoning haqiqiy kuchini bilardi. Chunki Daburo o'zini ataylab boshqalardan yashirardi. Bunga sabab Daburoning kuchi haddan tashqari ko'pligi. Bu esa e'tibor va hasad olib kelishi mumkinligini va uni qabul qilishmasliklari mumkin. Shuning uchun Daburo o'zini to'liq kuchini ko'rsatmaydi va jang qilmasdi. Bir kuni Diskunti qabilasining boshlig'ining qizini Kalyan deb ataladigan Simuriya sayyorasida ming yillardan beri yashaydigan o'lmas hayvon tomonidan o'ldiriladi. Boshliq buni bahona qilib Romel qabilasidan katta yer va kanal talab qiladi. Romel rad etgach, qadimiy odat bo'yicha birga bir duel e'lon qilinadi. Boshliq bu duelda g'alaba qozonish uchun shafqatsiz yo'lni tanlaydi. U Daburoning singlisi Spejoga o'lim la'natini qo'yadi. Agarda Daburo jang qilmasa yoki mag'lub bo'lsa, Spejo o'ladi. Shunday qilib Daburo majburan Diskunti qabilasi tomonidan jang qiladi. Daburoning yaqin do'sti Dora esa o'z xalqini himoya qilish uchun Romel qabilasi tarafidan chiqadi va jang bo'ladi. Jangda Daburo eng yaqin do'sti Dorani o'ldirishga majbur bo'ladi, lekin uni yuziga zarar yetkazmaydi, hurmat yuzasidan. Dora o'limidan oldin Daburoga vasiyat qilib, Romellar qabilasini himoya qil deydi. Doraning dafnidan so'ng Daburo Spejo bilan Romelga keldi. U Daburoning yashirin mol zaxirasini topishga yordam berdi. Mol nima desangiz, bu Simuriyadagi eng noyob mineral ruda. Bu mineralning asosiy xususiyati shundaki, bu Simuriylarning xuddi yerdagi la'nat energiyasiga o'xshash narsa, Rololuka deb ataladigan kuchini har qanday turdagi energiyaga aylantira oladi. Ya'ni undan issiqlik, yorug'lik, harakat kuchi va boshqa turli energiyalarni olish mumkin. Shu mul tufayli ular Naunah kemasini yasashga muvaffaq bo'lishadi va ular Romel qabilasi bilan birga Simuriyani tark etib, Yer sayyorasiga kelishadi. Va u yog'i nima bo'lishini aytmasam ham bilasizlar. Shunday bo'lsa ham qissa qilib aytaman. Daburo yerga tinchlik istab yashash uchun keladi, lekin vaziyat yomonlashib, u Yuka va Mahuraga qarshi jang qiladi. Jangga Maru aralashadi va Daburoni Simuriyaga Diskunti qabilasiga qaytaradi. Singlisi Spejodan esa la'natni olib tashlaydi. Daburo qaytib Diskunti boshlig'i bilan yuzlashib uni o'ldiradi va o'zi Diskunti qabilasi boshlig'i bo'ladi. U boshliq sifatida birinchi qiladigan ishi Dora uchun munosib qabr qurdiradi va uni qahramon sifatida sharafladi. Chunki Dora Daburoning eng yaqin do'sti bo'lgan va Daburo uni majburan o'ldirishga to'g'ri kelgan. Shu yerda Daburo qanday qilib singlisi Spejodan la'natni olib tashlaganini aytib bersam, qissa qilib aytaman. Daburo Spejodagi la'natni Black Robe, ya'ni qora arqon deb nomlanadigan la'natlangan qurol orqali olib tashlaydi. Bu Black Robe orqali har qanday texnika yokida la'natni buzish mumkin, lekin Black Robe'ning kamchiligi uni har bir marta ishlatganda u asta yonib boraveradi. Ko'p marta ishlatsangiz u yonib tugab qoladi. Bu arqonni Jodugarlar jangi 0 filmida Mugiwell ishlatganini ko'rsatishgan. Daburoning o'tmishi haqida ham aytib berdim. Endi uni qo'lidan nima kelishi va qobiliyatlari haqida gaplashsak. Daburo jismonan juda ham kuchli, hattoki Sukuna va Gojodan ham. U yorug'lik tezligiga yaqin harakatlana oladi. Buni Mahuraga bilan jangda ko'rsatishdi. U shu vaqtgacha eng tezkor bo'lgan jodugar Gojo Satorudan 3-4 barobar tezroq harakatlana oladi. Endi Daburoning texnikalari haqida gaplashsak, uni birinchi texnikasi o'ldirish niyati deb nomlanadi.
Bu Diskunti qabilasidan meros bo'lib o'tgan, yerdagilar uchun tushunib ham, talaffuz ham qilib bo'lmaydigan texnika. Asosiy mohiyati shundaki, Daburo o'ldirish niyatiga haqiqiy massa, og'irlik, jismoniy shakl beradi. U har qanday narsaga, yorug'lik, havo, suv, olov, hatto bo'shliq yoki abstrakt narsaga o'ldirish niyatini qo'shib, uni haqiqiy jismoniy qurolga aylantiradi. Ya'ni oddiy yorug'lik odatda massasiz va zararsiz bo'lishi mumkin, lekin Daburo unga o'ldirish niyati texnikasini qo'shganda, yorug'lik massaga ega bo'lib, raqibni teshib o'tadigan, kuchli zarba beradigan qurolga aylanadi. Xuddi shu tarzda havo yoki boshqa narsalarga ham qurolga aylantirishi mumkin. Mahoraga bilan jangda 15-bobdan boshlab Daburo aynan shu texnikani yorug'lik bilan birga qo'llagan. U yorug'lik nurlariga o'ldirish niyati texnikasini qo'shib, Mahoragani bir necha marta butunlay teshib tashagan. Mahoraga bu texnikaga moslashishni boshlaguniga qadar bu hujumlar juda samarali bo'lgan edi. Ikkinchi texnika yorug'lik. Daburo yorug'likni o'z xohishiga ko'ra yaratadi, boshqaradi va shakllantiradi. Bu oddiy yorug'lik emas, u la'nat energiyasi bilan to'ldirilgan, zarar yetkazish qobiliyatiga ega bo'lgan maxsus yorug'lik. Bu texnika orqali qo'l yoki oyoqdan turli o'lchamdagi nurlar chiqaradi. Ingichka nurlardan tortib qalin ustunlarga qadar. Bu nurlar yorug'lik tezligida uchadi, shuning uchun ularga deyarli chap berib bo'lmaydi. Va bu texnikada yorug'likni qattiq holatga keltirib, jismoniy narsaga aylantirish mumkin. Masalan, raqibni ushlab turadigan qattiq nur, o'zi ustida turib yuradigan platforma yoki-da to'siq qurol sifatida ishlatish mumkin. Daburo yorug'lik texnikasini o'zini tanasiga ta'sir qildirib, yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda harakatlanadi. Ya'ni bu texnikani o'zini tanasiga ishlatib, juda tez harakatlana oladi. Bu tezlikda zarba berganda juda kuchli kinetik energiya hosil bo'ladi, lekin tanaga og'irlik yuk tushadi. Havo qarshiligi tufayli oyoq sinib ketish ham mumkin. Bu texnika o'ldirish niyati texnikasi bilan bog'liq. Yorug'lik o'zi tezkor, lekin o'ldirish niyati texnikasi bilan birga ishlatilganda juda kuchli bo'ladi. O'ldirish niyati yorug'likka massa, og'irlik beradi. Massasiz oddiy yorug'lik unchalik zarar yetkazmasligi mumkin edi, lekin massa bilan u o'tkir, teshib o'tuvchi va kuchli zarba beradigan qurolga aylanadi. Daburoni Mahoraga bilan jangda asosiy hujum vositasi ham aynan shu texnika bo'lgan. Dastlab ko'plab yorug'lik nurlari bilan Mahoragani teshib tashagan. Keyin yorug'lik tezligida harakatlanib, jismoniy zarbalar ham bergan. Uchinchi texnika bu qorong'ulik, ya'ni darkness deb ataladi. Yorug'lik texnikasini teskari shakli Daburo teskari la'nat energiyasi yordamida musbat energiyani yorug'lik texnikasi bilan birlashtiradi. Natijada yorug'lik o'rniga qorong'ulik hosil bo'ladi. Aniqroq tushuntiradigan bo'lsam, oddiy holatda Daburo salbiy la'nat energiyasi bilan yorug'likni yaratadi. Teskari holatda esa musbat energiyasini ishlatib yorug'likni teskari qiladi. Qorong'ulik massasini yaratadi. Bu qorong'ulik texnikasi qo'llari orasidan aylanuvchi massaga o'xshab ko'rinadi. Kuch jihatdan yorug'lik texnikasidan kuchliroq deb hisoblanadi, lekin ko'proq energiyani sarflaydi. Bu texnikani Mahoraga bilan jangda ishlatgan, taxminan 20-bobda. Mahoraga uning yorug'lik texnikasiga moslashib olgandan keyin Daburo yangi usul izlab, shu teskari texnikani o'ylab topgan va qo'llagan. U qorong'ulik massasini yaratib, Mahoragani bir zarb bilan yo'q qilishga urinishni rejalashtirgan, lekin baribir o'xshamagan. To'rtinchi texnika Daburoning domeni, ya'ni hududi, yorug'lik va qorong'ulik orasidagi boshqa olam, teskari o'sish deb nomlanar ekan. Voy billah. Daburo hududini birinchi marta Mahoragaga qarshi 21-bobda ochgan. Daburo hudud domen yaratishni aynan shu kuni, shu vaqtda, shu jangda o'rganib olgan. Daburo bu jangdan oldin hudud kengaytirishni, baryera, ya'ni to'siq yaratish va shu kabi texnikalar borligini bilmay jang qilgan. Mahoraga bilan jang paytida Naunar kemasining yashirin to'sig'i baryerasini ko'rib birinchi marta baryera texnikasini tushunib olgan. Shundan so'ng o'zini texnikasini, yorug'lik va qorong'ulikni shu to'siq ichiga joylashtirib, darhol hudud yaratgan.
uni hududi nima qila olishi haqida aytilmagan va ko'rsatilmagan, chunki Maru darhol Daburoni Afrikaga teleport qilib yuborgan va jangni to'xtatgan. Eng qiziq joyida yiban ekan. Va taxminlarga ko'ra, bu hudud orqali Daburo hudud ichida yorug'lik va qorong'ulikni erkin boshqarishi mumkin. Ikkisini birlashtirib kuchliroq effekt, xuddi Gojoning Hollow Purple'iga o'xshash zarba berishi mumkin deb taxmin qilindi. Asosiy maqsad Mahoragani one shot qilib yengish, uni bir zarba bilan yo'q qilish edi. Lekin Maru Daburoni shuncha qilganini tiqdi. 5-texnika, teskari la'nat texnikasi. Bu texnika nima qilishini aytmasam ham bilasiz. Bu orqali o'zini davolash va hokazolar qilishi mumkin. Hamma biladi-yu. Bu uning barcha texnikalari edi. Daburo hali to'liq potensialini ochmagan va u o'rganishi kerak bo'lgan texnika narsalar juda ko'p deb aytilgan. Ya'ni u hali yosh jangchi. Geki Akutami uni Dragon Ball'dagi Daburodan ilhomlanib yaratgan. Ismlari ham, ko'rinishi ham deyarli bir xil va hozirda Daburo Jujutsu Kaisen'dagi eng kuchlisi deb hisoblanyapti. U Gojo va Sukunadan ham kuchliroq bo'lishi mumkin. Yuji Itadori undan kuchlimi yoki kuchsiz? Bu aniq emas. Sababi Itadori ham mangada to'liq formasini ko'rsatmagan. Shuning uchun hozirda eng kuchlisi deb Daburo aytilmoqda. Va bugungi video shulardan iborat edi. Videochamiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Biz oyning oxirigacha 5000 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Hammangizga xayr.